kayfiyat ko'tarilishi uchun yana bitta hikoya aytib beraman. Bir kun bir o'g'ri, bu latifaga o'xshagan, bir uyga o'g'irlikka kiribdi. Bir kampir bor ekan. Kampirni rosa nima qilib, og'zini nima qilib yopib, baqirsang hozir joningni olaman. Men o'g'irlikka keldim, men o'g'riman desa boya kampir, zo'r joyga keldik bolam. Men rosa boy kampirman. Nima istasang olishing mumkin. Tillo deysan, taqinchoq deysan, har narsam bor. Faqat bitta iltimosim bor. Shu men bir tush ko'rdim. Shu tushimni ta'birini aytib bersang, hamma narsani beraman. Sen nima tush ko'rdingiz? Tush desa qiziqib qoladi odamlar. Men tushimda Abdullo deb baqirayotgan ekanman deb boyagi kampir baqir. Shu ma'nosi nima bo'lishi mumkin desa, ikkinchi qavatda o'g'li Abdullo uxlayotgan ekan. Tushib kelib o'g'rini ushlab olib rosa uribdi. O'g'ri nima dermish? Ur dermish. Nega desa, men o'zim tush ta'bir qilgani kelmadim bu yerga. Men bu yerga o'g'irlik qilgani keldim. O'zimda ishimni qilganimda edi, hozir tinchgina ketgan bo'lardim. O'zimcha tush ta'bir qilaman deb sendan kaltak yeyapman degan ekanda. Mayli, kayfiyatli ko'tarilsin dedim.